O'zbekistonda 12 ta viloyat uchun juda katta yangilik. Endi yosh katta hoji ota, hoji onalar Farg'onadan, Namangandan, Andijondan, Toshkentdan, Termizdan hamda Samarqand viloyatidan primoy reyslarda o'z litsenziyasiga ega bo'lgan dokumentarni davlatimizning qonun qoidalari bilan 100% birga bir ishlaydigan firmadan do'stlar, xudo xolasa qulay sharoitlarda maza qilib umra ziyoratiga borib kelishning imkoniyati mavjud bo'ldi do'stlar. Videomizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, Ulug'bek akamiz bilan to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Centrum Holiday'dan boriladigan bo'lsa umra ziyoratiga qanaqa sharoitlar bor? Gostinitsasi qanaqa? Yeb ichish, 50 yoshlar firma tomonidan nima beriladi? Xudo xolasa hamma savolga men javob berishga harakat qilaman. Faqat siz videoda oxirigacha tomosha qilib, bir dona like tugmasini bosib qo'ysangiz, keyinroq odam tarqalishiga sababchi bo'lasiz. Xo'p, Ulug'bek aka, birinchi bo'lib so'raydigan narsam, Centrum Holiday'dan umra ziyoratiga boriladigan bo'lsa, hojilar uchun firma tomonidan nima beriladi aka? Xo'p, Centrum Holiday'dan hojilar uchun beriladigan narsamiz, logotip tushirgan kamzili, so'mkasi, beji beriladi, keyin samolyotda yostiqcha beriladi bo'ynlariga. Xo'p, keyin qaytib kelishlariga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. 5 litrli zamzam suv sovg'a qilinadi. Bu narsalar ham beriladi. Ya'ni bo'yningizga taqib olib, maza qilib ketaverasiz. Bu sertifikat endi musofirdagilarga. Musofirdagilarda ota-onasini tabriklamoqchi bo'lsa, bizni borib tabriklab berishimiz ham mumkin o'sha hisobda. Zo'r, do'stlar, ya'ni ota-onangizni xudo xolasa xursand qilmoqchi bo'lsangiz ham aloqaga chiqaverasiz, borib surpriz qilib, tug'ilgan kunlariga ham yo o'zingiz niyat qilib bergan bo'lsangiz, musofirdagi hamyurtlarimizga borib chiroyli qilib tabriklab ham kelishaveradi. Xo'p, endi aka borgandan keyin endi 60-70 yosh kattalar ketyapti-yu. Gostinitsani o'zligi qanaqa aka? Xo'p, gostinitsalarimiz Madina Munavvarada markazda joylashgan. Andalus mehmonxonamiz bo'ladi, Baqa qabristonining oldida bo'ladi. Makka Mukarramada Rozgarda mehmonxonasi 2 kilometr joylashgan bo'ladi. 2 kilometr joylashgan. Zo'r. Gapi yeb ichishlarchi aka? Yeb ishlari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. O'zbek milliy taomlari bo'ladi. Zo'r, gap yo'q. Aqa borilgandan keyin ba'zi havo almashadi, kimdir misol pastiyanning o'zini ichib yuradigan dorisi bo'lishi mumkin, mazasi qochib qolishi mumkin. Misol doktor xizmatlari qanday tashkillashtirilgan? Xo'p, doktor xizmatlarimiz har bitta mehmonxonamizda hamshira doktorlarimiz bo'ladi. 24 soat hojilarimiz xizmat qilishadi. Masalan, qochib qolsa, yo'qsa daryolarni o'lchash kerak bo'lsa, o'lchab doktorlar birinchi yordamlar ko'rsatishadi. Lekin yana pastiyanli o'zlari bilan ichib yuradigan dorilar bo'lsa, o'zlari bilan olasiz, tavsiya qilamiz. Uni aeroportda o'tkazaveradi bemalol. Uni o'tkazmaydi, ko'pchilik olmas ekan, o'tkazaveradi, bemalol o'zlari bilan olib kelishlari mumkin. Zo'r. Ana yosh katta odamlarda bir xilgina oyoq og'riydi, bir xilgina beli og'riydi, kimdir ko'p yura olmaydi. Endi baribir Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham baribir itga hojilar borgandan keyin aytadi, ulug'lar bosgan joy, payg'ambarimiz Rasululloh yurgan joy, yerda yurgim keladi deydi, aylangiz keladi. Charchab oyog'i og'rib qoladigan bo'lsa, ularga bir aravacha bo'lsa endi, misol mayli piyoda yursin, chunki ibodat, mashaqqat, o'zi aytga borgandan keyin Alloh taolo kuch-quvvat beradi hammaga. Yosh kattami, kichkinami, bir xilda xudo xolasa otdek bo'lib maza qilib ziyorat qilishadi-yu, baribir endi yosh katta odam qiynaladigan bo'lsa, aravachalar bormi, yo'qmi gostinitsada? Xo'p, biz gostinitsamizda aravachalarimiz bor, yosh kattalarga o'ylab aravacha qildirib berilgan. Lekin pastiyanli 24 soat o'sha yerda borgandan keyin faqat aravachada yuradigan odamlar olib ketayotgan bo'lsa-laring, lekin o'zlari bilan aravachalarni olishni tavsiya qilamiz. Erta o'zingizniki bo'ladi. 24 soat haramga ochirib kutmasdan, aravachaga naqmasdan bemalol kirib chiqib, vaqtlaringdan unumli foydalanishlari mumkin. Uni bagajga kiloga urmaydi. Ya'ni bagaj kiloga aytib ketganimizda, kilosini aytib ketsa 20 kilo bagajimiz, 5 kilo ruchnoyimiz bo'ladi. Uni kiloga ham, bagajga ham urmaydi aravachani, bemalol olib o'tib ketishlari mumkin. Zo'r. Hozirgi kunda aka narx-navo qanaqa? Misol hozir aytyapmiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Termiz, Samarqand, o'rta viloyatdan primoy reys. Bileti ham bordi keldi bo'ladimi yo bir tomonlama? Yo'q, bizda faqat bordi keldi olinadi. Bordi keldi. Narxi qanaqa? Xo'p, narxi 1050 dollardan bo'ladi. Bu Andijondan, Farg'onadan, Namangandan, Toshkentdan juda olinlar uchun. Xo'p, Samarqand, Termizdan juda olinlar uchun 1100 dollardan bo'ladi narxlarimiz. Bu endi standart paket. Standart paketlarimiz. Hozir aka borilgandan keyin baribir ibodatimiz, umramiz, inshaalloh men o'zim borganman, ilohim hammamizga nasib qilsin. Umra amalini bajarish o'zi 4 soat, 5 soat tavofni qilib keyin sayga chiqilganda say qilinadi, shu bilan xudo xolasa umra amallari bajariladi. Borib keyin erkaklar sochini oldiradi, ayollarga hech narsa qilinmaydi. Keyin erkaklar o'zi bilan endi ihrom olib olishadi.
ayollarning kiygan kiyimi o'ziga ehrom bo'ladi. Bizga 50 yoshimiz shuna deb aytganlar aka borganimizda. Xo'p, endi aka borilgandan keyin misol ibodatlar qilib bo'lindi. Baribir endi firma tomonidan o'ziga yarasha ziyorat sayohatlar bor. To'g'ri. Sizlarda firmada qanaqa nechta ziyorat bo'ladi Madinada, Makkada? Madina Munavvara, Makka mukarrama bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bo'ladi. Qo'shimcha yana sayohatlar qo'shtirib qo'yganmiz. Qizil dengiz sayohatlari, Sulaymon Rojih masjidlarida kechki ovqat pikniklari, Madina Munavvarada Xurmo bog'ida oshlar tashkillashtirilgan. Ya'ni Xudo xolasa bundan tashqari bu qo'shimchalar. Bu qo'shimchalar. 11 dan oshiq ziyoratlarimizdan tashqari bu qo'shimcha aytilgan sanalgan. Qo'shimcha aytilgan sana. Zo'r gap yo'q. Xudo xolasa hozir oktyabr oyi hamda noyabr oyi. Oktyabr oyiga reysimiz bormi? Oktyabr oyida ham reyslarimiz bor, faqat joylarimiz, keyin reyslarimiz sanoqli joylarda qolgan. Tezroq bron qilishlarni aytamiz. Shu bilan noyabrga o'tib ketamiz. Noyabrga o'tib ketiladi. Yana ko'pchilik do'stlar bilasizlar, YouTube tarmog'ida o'zi umra masalasi bo'yicha videolar ko'p chiqyapti. Misol, bir xillar kelib, ofisingizga kelib, joyingizda gaplashmoqchiman, mana shu dokumentingizni ko'zim bilan ko'rmoqchiman deydi. Kimdir aytadi, kimdir aytmaydi. Endi vijdoniga havola deb qo'yamiz. Misol, bularda dokument 100% bor. Manzilda aytadigan bo'lsak, Marg'ilondamiz do'stlar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar stansiya deyiladi do'stlar. Stansiyada biz shunday Centrum Hall universiteti главный ofisida o'tiribmiz. Kelib gaplashaman deydigan bo'lsangiz ham xolasingiz telefondan lokatsiyani tashlab beraveradi. Lokatsiyani tashlab beraveradi ofislarda. Keyin Toshkent, buni muammo yo'q. O'sha O'zbekiston bo'ylab 4 ta viloyatda ofislarimiz bo'lsa, 4 viloyatda ofislarimizni tashlab buyurib, o'zlarini ko'zlar bilan ko'rib, o'sha endi ma'lumotlar tanishib o'tib, joylarni bron qilishlari mumkin. Bemalol. Joyda qana bron qilamiz aka? Xo'p, joyda mana shu ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqsa, Telegram, WhatsApp orqali bo'lsa ham aloqaga chiqadigan bo'lsa, aytilgan sanalarni o'zlariga ma'qul bo'lgan joylarda egallashib, pasportlarni rasmga olib tashlab berishadi. Har bitta odamga shartnoma tuzib, bank orqali to'lovlarni amalga oshirish uchun shartnoma tashlab beriladi. O'sha orqali bank orqali to'lov qilishadi. Bank orqali to'lov qilishganda ham Centrum Holdesdan umra ziyorati ketayotgan shuni deb chek chiqarib beradi. Yo'qsa ofisimizga buyurishsa, ofisimizda kassasi bor, kassaga to'lov qilishsa, pechatlab bosib, Centrum Holdesdan umra ziyorati ketayotganingizni tushunib, sanalargacha yozib, pechatlab bosib, chek chiqarib beramiz. Zo'r. Aka, bitta oiladan misol 5-6 kishi ketadigan bo'lsa, bonus qilib beraverasiz? Xo'p, 5-6 kishi ketadigan oilaviy ketayotganlar uchun bonuslarimiz bor. Yosh bolalarga qanaqa to'lov bo'ladi? Xo'p, 2 yoshgacha bo'lgan bolalarimizga $200 bo'ladi. 2 yoshdan 5 yoshgacha ketayotgan bilet vizasining to'lovi bo'ladi. 5 yoshdan yuqorilari yosh kattalar narxlari bilan bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi. Zo'r. Xudo xolasa do'stlar, oktyabr oyiga sanoqli joylar, noyabr oyida o'sha menimcha ko'p bron qilyapti. Chunki hozir do'stlar Madina Munavvarada ham, Makka mukarramada ham, o'zi Saudiya Arabistonda havo salqinladi. Adashmasam 30 gradus pastga tushdi. Shunaqa. Makka mukarramada 35 gradus, Madina Munavvarada 30 gradusga tushdi. Eng isib ketganda ham 35 gradus tushyapti. Kech payt 20 gradusga tushyapti. 20 gradus. Ya'ni do'stlar kech payt Makka mukarramada bo'lsangiz, kech payt soat 12-1 atrofida turib, erkaklar bo'lsa ehromini o'rab, Ka'baga boriladigan bo'lsa, maza qilib tavof qilsangiz bo'ladi. Men misol o'zim borib, kech payt chiqib ketardim. Kech payt do'stim bilan borganmiz, birga chiqib, borib tavof qilib, o'ziga yarasha gashta bor, ilohim hammamizga qayta borish nasib qilsin. Endi aytishadi-yu, bormaganga bir armon, borganga ming armon. Borgan odam borgisi kelaveradi. Misol biz hozir ham oshiqamiz, inshaalloh nasib qilsa bahorda boramiz deb niyat qilganmiz. Inshaalloh hammamiz niyatimizga yetaylik. Xo'p, do'stlar, masalalarga Xudo xohlasa yaqindan ham ko'rsataveraman. Dokumentarli firma, agar dokumentarli bo'lmaganda men sizlarga tavsiya qilmagan bo'lardim. Chunki nima deydi, men ham musulmonman do'stlar, sizlarga yomon narsani tavsiya qilmayman. To'g'risi, aqa borganingizdan keyin qiynalishingizni xohlamayman. Chunki ertaga borib men ham Xudoning oldida javob beraman. Xo'p, do'stlar, Xudo xohlasa to'liq ma'lumot bo'ldi degan umiddamiz. Video pastida akamizning nomerlarini qo'yganmiz. Call center bolalari ishlab turishibdi. Sizni qanaqadir qiziqtirgan savol bo'lishi mumkin. Telefon qiling, javob berishadi. 100% javob olasiz. Kelib, agar o'zim to'lovlarini qilib gaplashib ketaman deydigan bo'lsangiz, ofislarning lokatsiyasini ham tashlab berishaveradi. Umuman muammo bo'lishi mumkin emas. Biz ham sizga to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Shu ulug' joylarga borganda duo qilish esingizdan chiqmasin deb iltimos qilib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ilohim O'zbekistonda umra ziyoratiga bormagan, Rasulullohning oldiga bormagan inson qolmasin. Sog' bo'linglar.